Assalomu alaykum. Mana hozir biz ikkinchi etajimizga chiqib ketmoqdamiz. Izolyatsiyalarımizga ahamiyat berasizlar. Qora Armaflex plus sintifon ustidan ham o'ralgan. Hozirgi vaziyatda ancha ham ekonom qilib beryapti. Mana bu ham bizni kollektorimiz, simlar tashab qo'yilgan. Bu yerda ham bor. Bu yerda esa hammomimiz. Ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, bitta vozdux, ya'ni kanalizatsiyani havosiga chiqarib qo'yganmiz. Har xil hidlar, noxush hidlarni yo'q qilish uchun. Va shu ham razmerga ham qo'yib ketganmiz. Ya'ni keyinchalik kafelchi bilan muammo bo'lmasligi uchun. Bu albatta kafelni kilay qilinsa, kafelchilar tegmaydi va shu holatiga qo'yib berib ketadi. Biz kafelni urovenini ko'rib qo'yib berib qo'yganmiz. Mana bu xonamiz. Koridorimiz juda ham zich yotqizganmiz, chunki bu yerda radiator yo'q, faqat to'pli poligi uchun. Mana shu koridorimizda. Bu yerda esa yana bir konvektor radiatorimiz bo'ladi. Ahamiyat berayotgan bo'lsalaring, Armaflex bilan chiqyapti, plus yana ustidan sintifon o'ralyapti. Choki yo'q. Yana chunki mana shu ishda juda ham effekt, juda ham bilinadigan darajada bo'ldi klientlar uchun. Chunki tepla bateriya qancha kam bo'lsa, shuncha hammaga yaxshi bo'ladi. Hop, mana ko'rib turganlaringdek yana bir ishimiz, o'zimiz qo'yib qo'yganmiz. Bu yerda ham xuddi shu o'z qo'yganmiz. Chunki har bir obyektda bittadan qo'yish kerak. Bu yerda hozir juda xira ko'rinyapti. Hop,